Hammaga assalomu alaykum. Yaqinda avariya bo'ldi. Ko'pchilik ko'rdi. Li-9 bilan BYD ning avariyasini. BYD aybdor deb topilgan edi. BYD aybdor deb topilgan edi. Qaytadan apellyatsiyaga berishdi. Sud BYD ni aybdor deb topgan qarorini bekor qildi va qaytadan ekspertizaga jo'natildi. Xudo xolasa BYD yutib chiqadi, chunki videoda ko'rinib turibdi, hali palasasini o'zgartirmagan, palasadan chiqishga ham uspet qilmagan. Li-9 uchib kelib yonidan urgan. Endi Li-9 mashinasini olgan odamni menimcha endi puli bo'lsa kerak. Li-9 tuzatgani ham, boshqa Li-9 olgani ham tinchgina BYD ning yonini remont qildirib bersin. O'ziga boshqa mashina olib olaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa qilib sudni ishini ham apellyatsiyaga berib, katta instansiyalarga chiqib, albatta noqonuniy adolatsiz qabul qilingan qarorlarni albatta apellyatsiya qilish kerak. Shuni unutmanglar. Sog' bo'linglar, ehtiyot bo'linglar yo'llarda.